Blogger Dustinbek Rahimov. Qo'qonlik tabibga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Xo'sh, nima uchun bunday bo'ldi? Rasmiy axborot. Jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining 2025-yil 17-dekabrdagi qarori bilan xalq tabobati bilan shug'ullanuvchi fuqaro esa 1971-yilda Farg'ona viloyatida tug'ilgan, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59.5 moddasi xalq tabobati to'g'risidagi qonunchilikni buzish 3-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topildi. Sudning qaroriga ko'ra Isaga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi qo'llanildi. Birinchi instansiya sudining qarori ustidan taraflar qonunda belgilangan tartib va muddatda Farg'ona viloyati sudining jinoyat ishlari bo'yicha sudlov hay'atiga apellyatsiya, kassatsiya tartibida shikoyat berish va protest keltirishga haqliligi ma'lum qilinadi. Ma'lumot uchun, fuqaro Isa 2025-yil 10-yanvar kuni jinoyat ishlari bo'yicha Qo'qon shahar sudining qaroriga muvofiq ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 59.5 moddasi 1-qismida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etgan deb topilib, unga bazaviy hisoblash miqdorining 20 baravari miqdorida ma'muriy jarima solingan edi. Blogger Dustinbek Rahimov.